Xitoy avtomobillari haqida gap ketganda odatda ikki xil fikrni eshitamiz. Biri ular narxiga nisbatan juda boy jihozlangan, ikkinchi esa vaqt o'tishi bilan haqiqiy sifati bilinadi. Row M7 ham aynan shunday avtomobillardan biri. U O'zbekiston bozorida paydo bo'lganiga hali ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Shunga qaramay bu modelga qiziqayotganlar soni ortib bormoqda. Bunga zamonaviy dizayn, plug-in gibrid tizimi va yaxshi jihozlanishi sabab bo'layotganini ko'rish mumkin. Lekin avtomobil tanlayotganda reklama materiallari har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Chunki mashina haqida eng qiziqarli ma'lumotlar odatda uni har kuni boshqarayotgan odamlarda bo'ladi. Row M7 hali yangi model hisoblanadi. Shu sababli uzoq yillik ekspluatatsiya yoki 200-300 ming kilometr bosib o'tgan avtomobillar bo'yicha yetarli statistika hali shakllanmagan. Ammo dastlabki egalar tajribasi, mustaqil sinovlar va bir-birini takrorlayotgan fikrlar bugunning o'zidayoq bu avtomobilning kuchli va zaif tomonlari haqida ma'lum tasavvur beradi. Row M7 SAIC konserniga qarashli Row brendining plug-in gibrid sedani. O'lchamlari bo'yicha u D segmentiga yaqin bo'lib, asosan oilaviy foydalanish yoki uzoq masofalarga tez-tez qatnaydigan haydovchilarni hisobga olib ishlab chiqilgan. Model 2025-yilda Xitoy bozorida taqdim etilgan. Hozir esa 2026-yilga yangilangan versiyalari ham sotuvda mavjud. Shuning uchun avtomobil haqida gapirganda qaysi model yili yoki qaysi komplektatsiya nazarda tutilayotganiga albatta e'tibor berish kerak. Barcha versiyalar old g'ildirakdan tortuvchi plug-in gibrid tizimi bilan jihozlangan. Uning asosini 1,5 litrli atmosfera benzin dvigateli va elektromotor tashkil etadi. 2025-yilgi versiyalarda 19,7 kWh, 2026-yilgi ayrim komplektatsiyalarda esa 24,7 kWh sig'imli litiy temir fosfat batareyasi qo'llanilgan. Ishlab chiqaruvchi CLTC sikli bo'yicha 2050 kilometrgacha umumiy yurish zaxirasini e'lon qilgan. Biroq bu laboratoriya sharoitida olingan natija bo'lib, kundalik foydalanishda yo'l sharoiti, ob-havo va haydash uslubiga qarab sezilarli farq qilishi mumkin. Oxirgi yillarda O'zbekiston bozorida Xitoyning plug-in gibrid modellari sezilarli darajada ko'paydi. Xaridorlarning tanlovi ham asta-sekin o'zgarib bormoqda. Ilgari ko'pchilik faqat dvigatel hajmi yoki brendga e'tibor bergan bo'lsa, bugungi yoqilg'i sarfi, jihozlanishi va kundalik foydalanish xarajatlari ham muhim mezonga aylangan. Row M7 ham aynan shu talablarni hisobga olgan avtomobil sifatida bozorga chiqdi. Avvalo uning tashqi ko'rinishi e'tiborni tortadi. Keskin chiziqlardan voz kechilgan, dizayn esa ancha vazmi ishlangan. Natijada avtomobil na haddan tashqari sportchi, na ortiqcha dabdabali ko'rinadi. Shu sababli u ham oilaviy foydalanish, ham xizmat avtomobil sifatida ortiqcha taassurot qoldirmaydi. Egalarning fikrida eng ko'p tilga olinadigan jihatlardan biri salonning kengligi hisoblanadi. Deyarli 5 metrga yaqin kuzov va uzun g'ildirak bazasi ikkinchi qatorda yo'lovchilarga yetarlicha joy beradi. Ayniqsa uzoq safarlarda bu afzallik ancha seziladi. Yana bir sabab jihozlanish. Bugungi kunda ko'plab xaridorlar avtomobil tanlayotganda katta ekran, raqamli uskunalar paneli, 360 darajali kamera yoki haydovchiga yordam beruvchi elektron tizimlarga ham e'tibor qaratmoqda. Row M7 bu borada ham raqobatchilarni ortda qolmaydi. Plug-in gibrid tizimi ham xaridorlarni qiziqtirayotgan asosiy omillardan biri. Qisqa masofalarda avtomobilni elektr rejimda boshqarish, uzoq safarlarda esa benzin dvigatelidan foydalanish imkoniyati ko'pchilik uchun amaliy yechim bo'lib ko'rinadi. Ayniqsa elektr avtomobil sotib olish istayotgan, ammo zaryadlash infratuzilmasi sabab hali ikkilanayotgan xaridorlar uchun bu tizim murosali variant sifatida qaralmoqda. Ammo qiziqishning o'zi yetarli emas. Avtomobil haqida eng muhim savol shunday: uni sotib olganlar bu tanlovdan mamnunmi? Row M7 uzunligi 4940 mm, eni 1890 mm, balandligi esa 1510 mm ni tashkil etadi. G'ildirak bazasi 2820 mm. O'lchamlariga qaraydigan bo'lsak, u Toyota Camry yoki Honda Accord kabi D segment sedanlariga yaqin turadi. O'zbekiston bozorida uchrayotgan avtomobillar asosan DMH gibrid tizimi bilan jihozlangan. Uning asosini 1,5 litrli atmosfera benzin dvigateli tashkil etadi. Dvigatelning o'zi 112 ot kuchi ishlab chiqaradi. Asosiy harakatni esa elektromotor bajaradi. Tizimning umumiy quvvati komplektatsiyaga qarab farq qiladi. Batareya ham versiyaga qarab o'zgaradi. Dastlabki komplektatsiyalarda 19,7 kWh litiy temir fosfat batareyasi qo'llanilgan bo'lsa, keyinchalik 24,7 kWh variant ham paydo bo'ldi. Ishlab chiqaruvchi CLTC sikli bo'yicha mos ravishda 160 va 205 km elektr yurish zaxirasini e'lon qilgan. Ammo CLTC natijalari laboratoriya sharoitida olinadi. Amaliyotda esa tashqi harorat, tezlik, konditsioner va haydash uslubi bu ko'rsatkichlarga sezilarli ta'sir qiladi. Salon ichida 12,3 dyumli raqamli uskunalar paneli va markaziy multimedia ekrani mavjud. Yuqori komplektatsiyalarda ventilyatsiyali va isitiladigan o'rindiqlar, 360 darajali kamera, adaptiv kruiz nazorati hamda boshqa elektron yordamchi tizimlar taklif qilinadi. Turli manbalardagi foydalanuvchi fikrlari solishtirganda bir nechta jihat deyarli barcha sharhlarda takrorlanadi. Aynan shuning uchun ular Row M7 ning eng kuchli tomonlari deb aytish mumkin. Birinchi o'rinda salonning kengligi. Bu shunchaki texnik tavsif emas.
Row M7 egalari ayniqsa ikkinchi qatordagi oyoq uchun ajratilgan joyni alohida ta'kidlashadi. 3 nafar katta yoshli yo'lovchilar ham orqa o'rindiqlarda o'zini siqilmagan holda his qilmasligini yozishgan. Oilaviy foydalanishda esa bu sezilarli ustunlik sifatida qayd etiladi. Ikkinchi jihat o'rindiqlarning qulayligi. Birinchi oy foydalanayotgan egalar uzoq safarlarda ham o'rindiqlar tez charchatmasligini yozishgan. Albatta bu subyektiv baho, ammo turli hududlardan yozilgan sharhlarda aynan shu fikr bir necha bor uchragani uchun uni tasodifiy holat deb bo'lmaydi. Eng ko'p uchraydigan e'tirozlardan biri multimedia tizimi bilan bog'liq. Dastlabki dasturiy ta'minot versiyalarida ayrim foydalanuvchilar tizimning ishga tushishi sekinligini, ba'zan sensorli ekran javob sustkashligini yoki ayrim ilovalarning qayta yuklanishini qayd etishgan. Shuningdek, ekran proyeksiyasi uzilib qolsa, ilovalarni qayta ishga tushirish to'g'ri kelishini ta'kidlanadi. Biroq bu yerda muhim jihat bor. OTA yangilanishlardan so'ng ayrim egalar aynan shu muammolar sezilarli darajada kamayganini yozishgan. Demak, kamchiliklarning bir qismi dasturiy ta'minot bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shahar ichida avtomobil ancha sokin harakatlanadi. Ammo tezlik 80-100 km/soat dan oshgach, ayrim egalar shamol va shina shovqini sezilarli darajada ortishini yozishgan. Yana bir holat ko'p takrorlangan. Batareya quvvati kamayib, benzin dvigateli faol ishlay boshlanganida, ayniqsa magistralda salon ichidagi shovqin oshishi aytiladi. Bu holat barcha sharhlarda uchramaydi, ammo bir nechta mustaqil foydalanuvchilar tomonidan qayd etilgan. Reklamadagi yurish zaxirasini amalda kutmaslik kerak. Plug-in gibrid avtomobillarda ishlab chiqaruvchi ko'rsatilgan yurish zaxirasi odatda laboratoriya sinovlariga asoslangan. Row M7 egalari ham uskunalar panelidagi prognoz ko'rsatkichlari ham doim ham amaliy natijada mos kelmasligini yozishgan. Ayniqsa yuqori tezlikda yoki sovuq ob-havoda elektr yurish masofasi va umumiy yurish zaxirasi reklamadagi raqamlardan pastroq bo'lishi mumkin. Bu faqat Row M7 ga xos emas, deyarli barcha plug-in gibrid avtomobillarda shunga o'xshash tafovut kuzatiladi. Ba'zi egalar 360 darajali kamera avtomobilni masofadan boshqarish ilovasi yoki ayrim elektron funksiyalar bilan bog'liq nosozliklar haqida yozishgan. Masalan, ayrim hollarda 360 darajali kamera vaqtincha ishlamay qolgan yoki avtomobilni qulfdan chiqarish va multimedia sozlamalari bilan bog'liq kichik xatolar kuzatilgan. Biroq bunday holatlar ko'proq dastlabki dasturiy ta'minot versiyalarida qayd etilgan va ularning barchasi ommaviy muammo sifatida tasdiqlanmagan. Yana bir tez maqtaniladigan jihat yoqilg'i tejamkorligi. Bu yerda bitta muhim izoh bor. Ko'pchilik reklamadagi laboratoriya natijalarini emas, kundalik foydalanish xarajatlarini baholaydi. Elektr rejimidan muntazam foydalanadigan Row M7 egalari oldingi benzinli avtomobillarga nisbatan xarajat sezilarli kamayganini yozishadi. O'zbekistonda Row M7 hali yangi model bo'lgani sababli servis sifati va ehtiyot qismlar ta'minoti bo'yicha yetarli statistik ma'lumot hozircha shakllanmagan. Shu sababli bu borada qat'iy xulosa chiqarish hali erta. Agar siz uchun zamonaviy texnologiyalar, qulay salon va yoqilg'i tejamkorligi ustuvor bo'lsa, Row M7 e'tiborga loyiq variantlardan biri bo'lishi mumkin. Ammo xarid qilishdan oldin aynan siz ko'rayotgan avtomobilning komplektatsiyasi, ishlab chiqarilgan yili, dasturiy ta'minoti, kafolat shartlari va servis imkoniyatlarini albatta tekshirib ko'rishni tavsiya qilamiz. Har qanday avtomobilni tanlashda eng to'g'ri qaror reklama asosida emas, to'liq va xolis ma'lumot asosida qabul qilinadi. Hozircha O'zbekistonda Row M7 uchun ikkita komplektatsiyani ko'rsatiladigan rasmiy narxlar ro'yxati e'lon qilinmagan. Bozorda faqat dilerlar va importyorlarning takliflari mavjud bo'lib, ular narxlarini taxminan 262 million so'm, 274 million so'm va 298 million so'mni tashkil etadi. Biroq bu e'lonlardagi narxlar qaysi komplektatsiyaga tegishliligi aniq ko'rsatilmagan. E'tiboringiz uchun rahmat. Avtomagni kuzatishda davom eting.